Nogironligi bo'lgan shaxslarga bir kichik maslahat, imkon bo'lsa doim bir oyda bir yoki 2 oyda bir o'z MyGo'ingizga kirib, ish joyi degan joyni doimiy tekshirib turing. Sababi shunday holatlar bo'ladiki, men yaqindan o'zi doim tekshirib yuradigan bo'lganman. Mani ruxsatimsiz birinchi guruh nogironini 2 marta ishga tirgab qo'yishgan. 2 oy turadi, olib tashlaydi, keyin yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana tirgab qo'yadi va yana olib tashlaydi. Endi bundan kimgadir foyda bordir, chunki o'sha qilgan odamlar KPI oladi buni orqasidan. Shuning uchun sizlar ham doim tekshirib turinglar. Agar sizlarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizning ruxsatingiz, siz bilmagan holatda sizni ishga tirgab qo'yilgan bo'lsa, albatta 102 ga telefon qiling va shu ish bo'yicha murojaat qilsangiz bo'ladi. Chunki bu jinoyat hisoblanadi. Shaxsiy ma'lumotni saqlash, tahrirlash va egasini ruxsatsiz ishlatish bu jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar, doim tekshirib yurasizlar. O'zingiz ehtiyot qiling, qo'shni o'g'ri tutmang degan gap bor.